Ko'pchilikning talablariga binoan bugun Kitob tumani Jovuz qishlog'idagi dam olish maskani sharoitlari va manzaralarini ko'ramiz. Bu uzoqdagi ko'rinishi. Manzarasini juda ham ko'p ko'rgansizlar, sharoitlarini ko'ramiz. Bu yerda sizga beriladigan narsa qozon, tovoqlar, idishlar hammasi beriladi. Yomg'irli kunlarda yoki kechqurunlari oshxona o'zida yoki zalda piknik qilsangiz bo'ladi. Tashqarida daraxtlar tagida mana shunaqa karavotlar qo'yishgan. Xohlasangiz bu yerda, xohlasangiz ko'rpacha to'shab o'tirasiz. Shashlik, tandir uchun o'choqlar bor. Shundoq yonginangizda ichib to'ymas chashma suvi oqib turadi. 2 kishilik yotoqxonalari 25-30 talar bor. Mana shu bitta luks mehmonxonasi ichida hamma sharoitlari bor. Basseyn, sauna, hammom, yotoqxonalari zo'r. Buni ko'rishingiz mumkin. 2025-20 apreldagi holati mana manzarani qaranglar. Bu yerga xohlagan mashinangizda kelsangiz bo'ladi. Qaranglar, Malibu Matiz